Aziz yurtdoshlar, 5 yoshli bemorimiz bundan ro'parasi 3 oy oldin burun operatsiya qilganmiz. Eng qizig'i, nima holat bo'lgan? 5 yosh bemorimizda tug'ma bitta teshik yopiq, ya'ni old teshigi ochiq, old teshigida orqa tomonda ham xuddi shunaqa teshiklari bo'ladi. Bitta teshigi tug'ma yopiq. Ya'ni bola 5 yil davomida qiynalgan. Burunni qoqa olmaydi, burun torta olmaydi. Demak, bir tomon umuman yopiq. Ham suyak qismi, ham pardali qismi yopilgan bo'ladi. Bemorimiz rejali ravishda o'sha xaonani atriziya deyiladi, o'sha uchun ochganmiz. Splint qo'yib qo'yganmiz 3 oyga. Bugun olib tashladik. Mana turishdan qarang, ikkala tomonni ham juda ham chiroyli ochilgan. Kameradan ko'rishingiz mumkin, videosi ham bor, ko'rishingiz mumkin. Zo'r ochilgan. Bolamiz nafas olishi ham yaxshi, burni ko'p oqmaydi, manqalanish yo'q, samig'lay, nafas olishi ham zo'r. Uxlagan og'zini yopib uxlaydi. Ota-onasining gaplari qaraganda juda ham yaxshi. Oyisi nima holat? Hozir yaxshimi operatsiyadan keyin? 3 oy bo'ldi operatsiyaga, ha? Juda ham yaxshi. Nafas olishlari ham yaxshi. O'zi ham zo'r deyapti. Mana bunaqa deydi. Zo'r deydi. Uxlaganda ham qiynalib uxlardi-da oldin. Hozir yaxshi. Uxlaganda ham burni bitmaydi. Yaxshi. Nafas olishi yaxshimi? Chuqur nafas olchi. Chaqaloqligidan qiynalganda bari. Chaqaloqdan qiynalgan-a? Chaqaloqligidan. Chunki bitta burun teshigi umuman ishlamagan-da, umuman 0. 100% yopiq burun teshigi, 5 yosh bo'lishiga qaramasdan bemorimiz xaonani atreziyani operatsiya qilganmiz. 3 oydan keyin natija juda ham yaxshi. Sizlar va yaqinlaringizda tomoq, quloq, burundan shikoyat bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikaga kelib bemalol xizmatdan foydalanishingiz mumkin.